Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi zakasimiz stol temir Qashqadaryo viloyatiga tayyorlab beryapmiz. Mo'yishi material, turbamiz stinkalari birlik. Chang-pang suv teksa hech narsa qilmaydi. Yaxshi, gulli variantda 10 kishilikdan 30 komplekt tayyorlab beryapmiz. Bundan tashqari biz ishxonamizda lisa ishlab chiqariladi. Apolopka, mishalkalar. Mana qisqacha ish jarayonlaridan ko'rsatib beryapmiz sizlarga. Bu oddiy stollarimiz, mebel chakalar sotishadi. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, like bosib, kommentariy yozib, o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Yana bundan tashqari qanaqa narsalar reklama qilib beraylik. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Mana bu xon taxtasi. Razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 2 metr bo'ladi, eniga 75 cm. Hozir mana qotirish jarayoni ketyapti. 2 sloy laklanadi. Mana qirg'oqlarga priza urilgan. Dasturxonda ilm net qolmaydi. Xohlovchilarga burchagini avalni qilib beramiz. Yig'ishtirilganda 8 cm bo'ladi. Xon taxtalar yig'ishtirilganda mana yig'ishtirilgan holatini ko'rsatamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Bunga shunaqangi usullar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Optim. Xo'p, narxini aytib ketamiz. 10 kishiligini 1.800.000 so'mdan qilib berdik. Lesalarimizning narxi 2 metrligi 650.000 so'm, 1 metrligi 530.000 so'm. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.